mijozimizga AQSh shu green card vizasini qo'lga kiritdilar. Green vizalar bilan xudo xohlasa o'sha AQSh bo'lgan hayotingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Test raqamingizni ayting. 4211. Hop, 4211 mana yanvar oyida o'tdi vizalarni. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi green cardda 4-may kuni e'lon qilingandan keyin soat kechki paytlarda Amazonda shu yutganim. YouTube'ga kirib shu green cardga yutgandan keyin nimalar qilish keragi to'g'risida yozganimda birinchi bo'lib sizga yozdim. Shu orqali keyin lokatsiyadan kelib deb Elchixonada qanaqa savol javob bo'ldi? ikkita savol tushdi. Birinchisi maktabda qachon boshlagansiz? Ikkinchisi shu o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? O'qiyman deganimda xususiy universitetdami dedi. Ha, shu bilan biznes tasdiqlandi. Bizning kompaniya boshqa insonlarga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Sizlarga tavsiya qilaman. Xizmatlar yaxshi. Obujon bizning kompaniya xizmatlaridan foydalangani uchun grant viza javob oldi. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.